Orifxon aka hozirgi davrda ijod qilib, qo'shiq yaratayotgan shoirlar haqida fikringiz qanday? Adabiyotimizda ham juda ancha o'ng'ayroq yo'lga o'tib olib, barmoq hosil deymizmi, chashmaga o'tib olib, Navoiy, Fuzuli, hech bo'lmasa Muqimiy furqatlarni hech bo'lmasa shularga bir ozgina bir ergashish degan bizning shoirlarimizda muddao qolmadi. O'zimcha hech topolmayapman. Shu rahmatli Chusti, Habibi Nomulla, Sobir Abdulla, Charxiy degan shoirlar bo'lardi mana shu urushdan keyin. Shularni ashlashdan aytilardi, Kamtar Otabay bo'lardi. Shundan keyin balonchi nima aytdi? Jo'raxon aka balonchi chiqazibdi. Shohazim akalar falon ashlar chiqazibdi deb o'sha ashlarni ketimizda mikrofon yo'q edi. To'ylarga yurib o'rganib yurardik. Aka boya suhbatimizni boshida aytdingizki, ustoz san'atkorlar kelganda biz o'sha yoshlar tushishga iymanardik, xijolat chekardik, ularning hurmatini joyiga qo'yardik. Hozirgi paytda ana shu yoshlarni shu siz kabi ustoz san'atkorlarga bo'lgan hurmat e'tibori qanaqa bo'lyapti? Shularni haqida ham ajin fikrlaringizni aytsangiz. Fikrim shuki, hozirgi yoshlarimizni hech qaysi murakkab bir ustozni qo'lida tarbiyalanmayapti. U ustoz shunaqa ustoz ediki, u ustozlar masalan shu to'g'ri noto'g'ri yo'lini, ashula aytishdagi kamchilikdan qat'iy nazar unga ozroq otalik mehribonligi bilan qarar edi. Yoshlarimizga meni iltimosim shuki, hech narsadan qo'rqmasdan, ma'lum darajada 5 kunlik omadimiz keldi demasdan, ma'lum darajada o'lguncha o'rganish kerak. Biz mana shu 50 ga kirganimizdan keyin o'zimizni ashulachi deb savlaganmiz. O'shangacha ham chala bizni yurardik. Hozir bu 20 ga kirmasdan ikkita ashula bilan to'yda o'tsam bo'lar ekan degan bilan bo'lmaydi bu. San'at eng qiyin narsa. Marixo'jaga Bahodir degan hofizimiz bo'lardi. Alloh rahmat qilsin. Aytardiki, bu maqom, bu o'zbek klassik ko'ylari bu daryo. Har kim bir piyola ichib ketaveradi, bu kamaymaydirdi. O'shaning hisobida bizda daryo muzikalarimiz, ashulalarimiz navbat tegmay yotibdi. Aytadigan egasini topolmay yotibdi. Shularga bir ozgina katta kichiklar ham yaxshi ashulaga bir ozroq qadr qo'yib, yomonini hoy ko'zingga qarab buni ebadini tekisligin deb qo'ysa, yoshlarimiz xudo xolasa insof kirib qolar. Alisher Navoiy hazratlari ham chalg'uvchilar va ashulachilar haqida juda ajoyib fikrlar aytib ketgan ekanlar. Ulug' shoir shunday yozadilar: Shodlikni oshiruvchi xonanda, g'amni ketkazuvchi sozanda, bularning har ikkisiga hol va dard ahli jon fido qilurlar. U soz chalib, yoqimli ashula qilganda, eshituvchining hayoti naqdi unga fido bo'lsa ne g'am. Ko'ngil quvvati yaxshi chalg'uvchidan, ruh ozig'i xush ovozdandir. Yoqimli mashq agar fahm farosatli bo'lsa, odam ko'ngli toshdan bo'lsa ham unga beriladi. Xususan ham aytsa va ham chalsa, ko'ngil mulkiga qanday g'avg'olar soladi.
bizlar hofizlar, bastakorlar, qo'shiqni qiyomiga yetkazib aytuvchi ovoz sohiblarining samoviy, sehrli ohanglari dillarimizni junbushga keltiradi, ruhiyatimizni poklaydi. Tilagimiz Ushshoq, Cho'li Iroq, Munojot, Nasrulloyi, Griya, Ko'cha bog'i kabi sehrli ohanglar, ashulalar xonadonlarimizda hamisha yangrab tursin. Bunday baxtli, munis onlardan barchamiz birdek bahramand bo'laylik. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr.